Radomdan chiqishga mehmondorchilikka borganda o'g'il chaqaloqqa kiyg'izishga Turkiya brendlaridan kiyimlar. Muslim matosidan 5 tali to'plam narxi 169 ming. 3 tasi bitada bo'lgan sportivniy to'plam narxi 189 ming. 3 tasi bitada bo'lgan ishtonlarning oyoq qismlari ochiq qilib ishlangan to'plamimiz narxi 159 ming. Turkiyaning Jazem brendidan furashkasi bilan birga bo'lgan slipimiz narxi 110 ming. Shapkalarning neobishniy variantida ishlangan bodili troykamiz narxi 139 ming. 5 tasi bitada bo'lgan chaqaloqlar uchun to'plamimiz narxi 144 ming. Oldi qismlari nimchasi o'zi bilan birga ishlangan slipimiz narxi 110 ming. 3 tasi bitada bo'lgan to'plamimiz narxi 159 ming. Bodili sportivniy troykamiz narxi 189 ming. Furashkasi bilan birga bo'lgan slipimiz narxi 110 ming. 5 tasi bitada bo'lgan to'plamimiz narxi 129 ming. Bundan keyingi videoda qiz bolalarga Turkiyadan novinka kiyimlarimizning obzorini ko'rishingiz mumkin. Ushbu videoni shu kunlarda o'g'il farzand kutayotgan onajonlarga yuborib qo'ying. Turkiya brendlaridan yangi kolleksiyalarimizni, fogi do'konlarimizning chilonzor va olmazor filiallariga tashrif buyurib xarid qilishga shoshiling.